Pulun bombagan ekan, mushunda bo'lsa, so'ra. Ishning kuchigidek keyin odam oldi. Esingni cho'ng tutma. Öldürmeye şöyle yiyip kamlar, sıvı falan kamlar namsak. Voy. Top turinglar. Oldin qatim baga 10 ming ko'yni qaytaramsizlar, qaytarmamsizlar? Voy hozir, voy sal qisqaton bo'lib qoldi. Qilma bir tutasan olib ekan. Nimaga bir tutib turdi? Yuzingni qalay odam ekansizlar, mishaga o'ynig'ini kepsizlar. Chechak saylis qiyig'ini, sizda pul yo'q desiz kimishunda ekasizlar pulni. Hozir ba'sizlar. Papa bu mala hozir ras pul yo'q olib qoldi. 8 kun turibman, 8 kundan keyin cho'qim hal qilib beraman sizga. Mayli. Sizga 2 kun muhlat beray. Hozirning o'zida bir ishimga qo'shilinglar. Masalan, Men ishga qarashtiramda. Aniga men chiqaman. So'raylar. 5 metr mangimiz. Qanda? Mening qo'shilsangiz 2 kun muhlat berman. Bo'lmasa hozirning o'zida bersiz pulni. cho'qim shunaqa qilsak bo'lmamda. Ha. Bo'pti. Men qazda bo'lgan ekan, so'ray. Qani. Öte. Pulun bombagan ekan, mushunda bo'lsa, so'ra. To'xtag'na. Esingda bo'lsin. Pulun bo'lmasa, hech nimaga arzimaysa. Pullan bo'ladi ekan, vaqt kelganda har qanday do'sting ishning kuchigidek keyningda mangdi. Esingni cho'ng tutma. Bu Ahmet sende tutulmaz bu mehnat mende edip meme pul tapana. Hazır kademimiz insap kalmaptı. Toqtığına. Qaylap dursam bu bir aileге bir körük bağa adamni mishar boq so'rib juraysiz yasla. Ne bağanta? Madashdan bir 10 köy qarzlab qopdik ama. Bir tuturturlar 8 kun desem. Hazır misharı chiqirib so'rasang, andın 2 kun turib turma dedi. Lekin 2 kunlik möhlet için g'ururini qarib qo'yib, so'rab ilib mangdim. Şu ağın degende yep içkili o'ynig'il tutmaymiz. Lazım bo'lgan chaqda esqatam ketib tutimiz. Maningda 100 ming koy pul bor. Mush puldan nechlik lazım bo'lsa, ilib ishlatsangli bo'ldi. Bu o'tgan sizlarga molekulavatdan dedinglar, shunga xijil qilmaydi demagandim. Qog'oz bilan so'ppa ekkagan ham rost, lekin buni ekkagan bilan setib chiqarib bo'ldim. Cho'nglashqa pul bor. Men bu ham degandek, mening pul va ag'dirma ama esqatadi. Sonra xalqqa bir ayrılmamış pulum. Pul hicolati jiningdan o'tganda, birovlar tarafidan kamsitilganda, yana shu pul sababli ota-onangning kesilini davololmaganda, yana shu pul sababli g'ururing sundilganda, tushunib sen turmushning achchiq ta'mini. Pul hech nimaga qodir emas, lekin pulingiz bo'lmasa, siz hech kimga lozim emas.